Hozirgi kunda kattalar va bolachalarda, o'rta yoshlarda uchraydigan kamqonlik, ya'ni gemoglobinning pastligi, ya'ni quvvatning kamligi. Bunga hozir ajoyib til ostiga tashlanadigan giyohni aytib o'taman. Bu juda ajoyib samarali vosita hisoblanadi. Bu o'zimizda gulchang hisoblanadi. Buni asalarining oyoqchalarida, ya'ni gulning gullardan yig'ib keladigan gulchang hisoblanadi. Bundan kichkina bolachalar yarim choy qoshiq, ya'ni chayni loshka deydi, rus tilida aytilganda, o'zimizda choy qoshiqcha deyiladi. Yarimicha olib til ostiga tashlanadi bolachalar. Kattalar bir choy qoshiqcha, ya'ni tekis qilib olib til ostiga tashlanib shimib yurilsa, kuniga 3 mahal immunitetini ko'taradi, yuragini quvvatli qiladi, jigarini tozalaydi, kamqonlikdan kelib chiqadigan bosh aylanishlarga ajoyib, ya'ni giyoh hisoblanadi. Buni ancha vaqtdan beri foydalanamiz bizning narpay tabobati davolash bo'limimizda. Siz ham foydalanib ko'ring va immunitetidan, ya'ni quvvatidan, gemoglobindan noliydigan insonlarga jo'natib qo'ysangiz, ajoyib natija bo'ladi. Faqat buni uzoqroq, e'tiborliroq, bismillah deb mahkam kirishib boshlash kerak. 1 oy, 2 oy, 3 oygacha, kerak bo'lsa 5 oygacha foydalansangiz ajoyib natija bo'ladi. Hozirgi kunda ko'p insonlar, ya'ni ko'proq yosh katta insonlar bo'g'imidan ko'p noliydi. Ya'ni tizzaning kuchsizligi, bo'g'imning og'rig'i, bo'g'imning zaifligi holati bo'yicha, kasalliklar bo'yicha ko'proq nolishadi. Hozirgi aytadigan malhamimiz, surtmamiz bo'g'im uchun ajoyib bir malham hisoblanadi. Foydalanib ko'ring. Avvalo Alloh bir sabab bo'lsa ajab emas. Birinchi 100 gram zaytun olasiz. 100 gram zaytunga 50 gram asalarining mumi, ya'ni mum pardasi deyiladi. Ana shundan 50 gram olib, zaytun yog'ini bironcha idishga solasiz va mumni solib past olovda qizdirasiz. Bunda mum qaynamasdan eriydi. Va erib bo'lgan malhamni sovimasdan oldin 1 osh qoshiq asal va 1 osh qoshiq tuxum sarig'i, ya'ni 1 dona tuxum sarig'idan qo'shasiz va yaxshilab aralashtirasiz. Bunga ko'p o'simliklardan eng taniqlisi andiz o'simligi bor. Andiz o'simligidan 1 osh qoshiq miqdorda tekis qilib, ya'ni usti bilan tekis qilgan holatda qo'shib, yaxshilab aralashtirib, malham taxlab qo'yasiz. Har safar bu o'z-o'zidan keyinchalik qotib qoladi, ya'ni ya'ni tayyorlangan malham qotadi. Bundan 1 choy qoshiq olib, kerakli idishchaga solib, isitib, qolganini qo'yib qo'yiladi. Kerakli vaqtda yana xuddi shuni olib, 1 choy qoshiqni idishchaga solib, gaz ustiga yoki cho'g' ustiga qo'yilsa, eriydi va erigan moydan bo'g'imga surtilsa, kuniga 2 mahal bo'g'imingizni kuchli qiladi. Bo'g'im chiqib ketishi, bo'g'im toyib ketish holatlari va bo'g'imning shamollashlari, zaifliklari uchun ajoyib malham hisoblanadi. Buni har kuni kechqurun avvalo tizzani spirtlik paxta bilan artiladi, yog'i ketadi, tizzaning ustidagi yog'i, ya'ni terining yog'i. Undan so'ng bu malhamni surtib yotilsa, bo'g'imga ajoyib quvvatli bo'ladi. Buni ertalab ham qilsa bo'ladi va surtilgandan keyin kamida 1 soat, 2 soat yotish kerak, dam olish kerak.